Shunchaki ushbu suratni ko'z oldingga keltir. Ey falonchining o'g'li falonchi deb chaqirishsa, Allohning qarshisida turishga tayyorlan. Zaboniya farishtalar saflar orasidan seni yetaklab kelishadi. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilar: Alloh bandasini qiyomat kuni o'ziga yaqinlashtiradi va u bilan o'ziga parda tortadi, ya'ni satr qiladi. Keyin uni gunohlarini tan olishga majbur qiladi. Falonchi, eslaysanmi, sen falon kuni falon gunohni sodir qilgan eding? Eslaysanmi, falon kuni banda o'zining gunohlariga iqror bo'laveradi. Hatto halok bo'ldim deb gumon qilib qoladi. Va rahimlilarning eng rahimlisi bo'lgan zot aytadi: Men sening gunohlaringni sen uchun dunyoda yashirdim va bugun men sening gunohlaringni mag'firat qilaman. Dunyoda sening gunohlaringni yashirgan edim. Bugun esa ularni mag'firat qilaman.